Salom Arnold. Sen bu o'yinni 1 soatdan beri o'ynayapsan. Voy, tabriklayman Arnold. Qani, nima yutib olding? Arnold, sen 1 yillik kartoshka chipslari kuponini yutib olibsan. Endi sen shunchaki chips yeyishing mumkin. 1 yil davomida kunlik kaloriya miqdorini qoplash uchun senga taxminan 1 funt chips kerak bo'ladi. 1 yil davomida sen 1,5 ming qop chips iste'mol qilasan. Qani boshladik. Sen tishlagan chipslarning ajoyib ovozini qara. Bilasanmi, bu tovushsiz chipslar 15% ga kamroq mazali bo'lib tuyuladi. Bizning miyamiz ongsiz ravishda buni aniqlaydi. Qirsillach yangilikning ko'rsatkichidir. Shuning uchun iste'mol qilganingda qirsillashning ovozini eshitish shunchaki kifoya. Haqiqatan ham shunday bo'ladi. Chips yeyish unchalik yoqimli emas. Ularda ko'plab trans yog'lar mavjud bo'lib, ular depressiyani rivojlantirish ehtimolini 2 barobar oshiradi va ular miya faoliyatini 25% ga kamaytiradi. Kel Arnold, sen bilan qulupnay va bodring, Pepsi va hattoki mol go'shti ta'miga ega bo'lgan noodatiy chipslarni yeb tekshirib ko'ramiz. Senga yana bir fakt aytaman. Chips qadog'i ichida havo yo'q. Bu konsentratlangan azot. Ular chipslarni sinib ketmasligi va kislorod chipslardagi moy bilan reaksiyaga kirishmasligi uchun kerak bo'ladi. Shunday qilib ular 3 oygacha yangi va qarsildoq bo'lib qoladi. Xullas, shunaqa gap. Kel Arnold, senga B12 vitaminini tanqisligi tufayli nimalar bo'lishini aytib beraman. Quyosh qoni boshladik. Senda birinchi navbatda kallik, ko'rish qobiliyatini yo'qotish va jigar sirrozidan o'lim ehtimoli paydo bo'ladi. Voy, bu hammasi emas. Yana 75 ta zaharli moddalar mavjud. Nima, sen kartoshka chipslarini iste'mol qilyapman deb o'ylaysanmi? Arnold, bu mashhur brend chindan ham chips ishlab chiqarmaydi. Ular faqat 40% ga yaqin kartoshkani o'z ichiga oladi. Shunday qilib, bu chipslarni qaysi birini eng yaxshi mahsulot deb hisoblash mumkin? Arnold, sen chipsdan voz kechdingmi? Endi sen yana arkada o'ynayapsanmi? Arnold, sen yana nimadir yutib olding? 1 yillik gazlangan suv kuponi? Senga omad tilayman, Arnold.